Cemiyet ma'rifiga tayanishga bo'lmamdi deganda oila tarbiyasi, jamiyat tarbiyasi, maktab tarbiyasidan iborat mush 3 tarbiya so'rini ichidagi eng passiv tarbiya, eng odam buzadigan o'rin hozir yaramsiz o'rin jamiyat tarbiyasi bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Leksiya anglashga qadam tashrif qilgan barliq cho'ng kichik mehmonlar. Bugun men shu Bilkuch kutubxonasining taklifi bilan oila tarbiyasidagi ilmiysizlik masalasini cho'rdib leksiya bermoqchi. Hammamizga ma'lum ma'rif odatda 3 qismga bo'lindi yuzajidan. Bu aile terbiyesi, mektep terbiyesi hem cemiyet terbiyesine ibaret. Şu 3 xil terbiyenin içinde aile terbiyesi insaniyet tarixideki en iptidai, en dastlabki ta'lim terbiye sorunu. Şununla bakmay aile terbiyesinde hazırgacha gerçi insaniyet neçe ming yillik medeniyet musafasini besip bugün kelgan bolsa-mu, aile ma'rifida namuna qiydak, ulgi qiydak eng oxirgi formula, eng mukammal formula barliq kemidi. Demak, oila ma'rifimi bir xil elastiklikqa ham san'atlik xususiyatga ega, imkoniyatlari keng bo'lgan, o'zgarishchanligi ko'p bo'lgan, davrlarning taraqqiyotiga ergashib, davomli mukammallashishni kutib ketayotgan bir xil tarbiya so'rini. Şuna aile terbiyesi dal bugungi zamonaviy davrdami yanada bizga bir masala bo'lib tuyulyapti. Mesele bulup tuyulgandımı belkim bizningki xalqimizningki taqdiri yoki hayot qismatidan aytganda bugungi kunda oila tarbiyasining ustiga tushgan yuk yoki majburiyat tarixdagi har qanday vaqtdagidan oshib ketdi. Chunki biz duch kelayotgan turli axloqiy krizislar, iddiviy krizislar yoki turli ijtimoiy krizislar oila qadar tutishib, oilada avlod tarbiyalashdan iborat shunday bir masalani eng mushkul, eng nozik masalaga aylantirib qo'ydi. Biz odatda maktab tarbiyasi bilan jamiyat tarbiyasini oila tarbiyasidan ustun qo'yib olgan ahvollarni ko'p ko'rib turibmiz. Bo'libmi maktab tarbiyasini bolalarning o'z bitilishidagi eng muhim tarbiya deb turadi. Bu to'g'rimi deganda bir taraflamligiga. Bundaq tunishdan qanday oqibat kelib chiqadi deganda maktabga qarig'larcha cho'qinish, muallimlarning nopozini qarig'larcha himoya qilish, bolasini maktabga berib qo'yib qo'ygandagiligini ham qanoat hosil qilib qolishdek shunday bir normal bo'lmagan oqibatni keltirib chiqaradi. Shunga maktab ma'rifining cheklimligini tunish, jamiyat ma'rifidagi nuqsonlarni tunish, oila ma'rifininki Muşu iki xil ma'rif bilan o'ttirda o'ynaydigan to'liqlash xarakterlik rolini tushunish bugungi kunda bizdan oila ma'rifini bir ilmiy izg'i silishga, oila tarbiyasida bir ilmiy ong bo'yicha, ilmiy metod bo'yicha yetakchilik qilishga turtki bo'ladi. Hozir gazet jurnallarda, radio televizorlarda ba'zi xabarlar chiqib, bizning o'sha oila tarbiyasi masalasida xil ig'ir nuqsonlarning, masalalarning saqlanayotganligini bizga es qildi. Bo'libmi ichkari o'lkalarda yo'lvas ona, bo'ri dada, burkut ota degandek shundoq bir xil qattiq qo'l, mustabid tusdagi oila boshliqlarininki barliq kelishi, oila tarbiyasi zodi ilmiylikka qanday qilganda ega o'g'li bo'ladigan yoki oila tarbiyasini ilmiy izg'i silishning yo'li zodi nada deydigan bir muhokamaga tutur qo'lyapti. Yo'lvas ota deydigan bir ota o'zining 4 bolasini Beijing universitetiga kirgizgan. Nayt qattiq qo'lliq bilan. Ammo buni ma'rifchilar muayyallashtirmadi. Bu butunlay xato. Bu bolalar qilingan bir xil zo'ravonlik shaklidagi mustabidlik tusidagi oila tarbiyasining natijasi. Garchi bu 4 bola Beijing universitetining darvozasidan kirib, Jungodagi eng oliy maktabda o'qish fursatiga erishgan bo'lsa-mu, bular o'sha maktabning darvozasidan Dumbayaga naldı kirib deydi. Demak, bolalar kichigidan tortib ota-onasining nihoyatda ziyoda qattiq qo'lligi, ilmiy bo'lmagan pozitsiyasi, barobar bo'lmagan pozitsiyasi, mehr muhabbatdan xoli bo'lgan pozitsiyasi tufayli tarbiyalangan. Garchi u bolalarningki bilimi oxirgi hisobda qattiq tutish, qattiq boshqarish jihatda imtihonlarga yaxshi taqobil to'g'ridak bilimni hozirlab, oliy maktablarningki eng kattalarining darvozasidan kirgan bo'lsa-mu, ammo ma'rifchilar buni nimishqa muayyallashtirmaydi. Demak, mushuning o'zi oila tarbiyasidagi ilmiysizlikning ig'irligini tushuntirib berdi.
Bizning maktablarimiz hozir yilda degidek o'zininki maktab boshqarish ideyasini yangilab turadi. O'qitish sifatini o'stirish izlanyapti. Maktablarni boshqarishdagi turli islohot tadbirlarini yo'l qo'yapti. Mushu nimani bildirdi deganda bizning maktablarimizmi mukammallashib oxirgi chekka yetmadi. Umi yana o'zini yangilash, o'zgartish bosqichida. Shunga maktablarga qora qo'yiq ishinish, oila tarbiyasiga sal qarash cho'qim bir taraflamlik olib bordi deyishimizning asosi mushadi. Shunga oila tarbiyasi bugungi kunda bizning avlodlarni tarbiyalashimizdagi intayin muhim bir baza ham biz tayinishga tegishli eng muhim bir nuqta. Hozirgi Jungo ma'rifininki eng zo'r kasalligi nima deb ifodalanyapti deganda bolalarga bilim berishni ziyoda ta'kidlaydigan, bilim o'rgatishni birinchi o'ringa qo'yib oladigan, imtihonga taqobil turishni birinchi o'ringa qo'yib oladigan, yuqorilab o'qishni birinchi o'ringa qo'yib oladigan shunday bir xil maktab boshqarish ideyasining patqiga petib qolganligini ko'ryapti. Maktablarda bolalar odatda o'qituvchilarninki, maktablarninki o'rganish jihatiga, ya'ni o'rganishni birinchi o'ringa qo'yish jihatiga o'rinlashtirishga duch keldi. Oilaga kelgandagimi bolalarninki kechlik yoki shanbalik orduq vaqtlari yana maktabda o'rinlashtirilgan topshiriqlarni ishlash, mashqlarni mustahkamlash bilan egallanadi. Shunda qilib oila va maktab bolalarning kundalik turmushini ashundaq o'rganish kun tartiblari bilan mijjida to'ldiradi. Bu nimani keltirib chiqardi deganda bolalarda imtihonga taqobil tura oladigan, o'rganishda bir qadar yaxshi, ammo xarakteri erkin ozod etilmagan, o'zining qadr qimmat tuyg'usi uyg'onmagan, o'ziga xos balalik kechirmishlari bo'lmagan, shunday bir xil o'rganish mashinasiga aylanib qolgan, imtihon qullariga aylanib qolgan bolalarni tarbiyalab qo'yadi. Shunga maktab ma'rifidagi bu nuqsonlar hozir qattiq tanqidlanib, imtihon ma'rifining asoratidan qutulib, bolalarni atrofliq safoga ega qiladigan safo ma'rifining yo'liga mangayli deydigan shunday tashabbuslar hozir Jungoninki har qaysi o'lkalarni, ma'rif munbarlarini qopladi. Demak, maktab ma'rifidami kishini cho'chitgidek nuqsonlar bor deganimiz shu. Shu maktab ma'rifiga qarg'ularcha ishinish, bolasini maktabning darvozasidan kirgizayotgandagilar endi mening bolamni o'qituvchilar tarbiyalaydi. Men uningga üstü-beshiga egim bersam, qo'sqiq tomoq bersamni bo'ldi deydigan mandaq bir xil xotirjamlik tuyg'usiga ega bo'lib qolgan ota-onalar cho'qim kallasini silkib o'tish kerak. Chunki maktablarimizning holi biz kutgandagidek yoki biz o'ylagandagidek u darajada odam tarbiyalashga 100% mos kelib ketmaydi. Uningda nurg'un betaraflimliklar, bir taraflimliklar, xato xohishlar, eg'ishlar, ilmiysizliklar yana bor. Shunga oila tarbiyasini unutib qilish, uningga sal qarash, oila tarbiyasining rolini sal chaqlash shu ota-onalarningki bola tarbiyalashdagi eng yetarli bo'lmasligi bilan munosabat. Bola tarbiyalashdagi ong yetarli bo'lmasa, mas'uliyatchan ota-onalar bo'lmasa, bolalarini maktabga berib o'tishlaridan kifoyalanib, go'yo bu jihatdagi yukdan ozod bo'lgandek o'ylab qoldi. Bola nimadan darak berdi deganda, u bir xil ilohiy sovg'a. U nihoyat cho'ng bir mukofot. Ota-ona uchun aytganda, u tangdoshsiz bir mukofot hayotlikdagi. Hayotlikdagi bu qadar cho'ng mukofotni, bu qadar cho'ng bir ilohiy sovg'ani biz boshqalarning tarbiyalab berishiga topshirib o'tish bilan kifoyalansak, bu bak vaqtli bo'lib qoldi. Nurg'a ota-onalar o'ylaydiki, men bolamni bak yaxshi ko'raman deb o'ylaydi. Bolasini yaxshi ko'rish, agar u aql farosat bilan berikmasa, bunday muhabbat, ham u bir to'g'ri nishon, to'g'ri g'oya bilan yetaklanmasa, bunday muhabbat qarg'ularcha unumi yo'q muhabbat bo'ldi. Bu tuv yo'q chilakka suv quygandek oxirgi hisobda hech qanday obyektiv ham yaxshi natija bermaydi. Shunga bolalarni tarbiyalagan vaqtda hargizmi bola beqish tipidagi ota-ona bo'lib qolmaslik kerak. Hozir bizning jamiyatda bola beqish tipidagi ota-onalar nihoyat ko'p. Bola tarbiyalash tipidagi ota-onalar nihoyat oz. Ular beqishga mas'ul, tarbiyalashga maktablar mas'ul deb qaraydi. Mana shunday tushunishning o'zidan bola tarbiyalashdagi eng ro'shan ilmiysizlik. Biz baydidoq bola degan bir ilohiy sovg'a, u hayotlikdagi eng katta ne'mat ham katta huzur deb. Bu bir katta mukofot siz uchun berilgan. Shunday bir qimmatli sovg'ani boshqalarning boshqarishiga berib o'tish,
Onun aşqazınını çыңdashqa siz mas'ul bo'lish, uning iddisini, muhabbat, nafrat tuyg'usini yetildirish, kim uchun xizmat qilish, kimni do'st deb bilish, kimni dushman deb bilish qatorliq masalalarni boshqalar tarbiyalash bu nimdaga achinishliq. Shunga bolangizni old bilan o'zingiz tarbiyalaydigan, uning ustidagi kiyim-kechaklari ko'nib qolsa cho'ng gap yo'q. Uning qo'sig'i chala to'yib qolsa cho'ng gap yo'q. Ammo uning iddisi picha ko'p qolsa, do'stni do'st deb biladigan, dushmanni dushman deb biladigan, yaxshini yaxshi deb biladigan, yomonni yomon deb biladigan, haromni harom deb biladigan, halolni halol deb to'naydigan mushundaq bir xil to'g'ri ideya ang yetilmasa, bu oila ma'rifidagi eng cho'ng mag'lubiyat mana mushada boshlanadi. Shunga maktablarning darvozasidan kirgizib o'tishlarligini kifoyalanib qoladigan. Bolamni maktabga topshirdim, qog'inni o'qituvchilar tarbiyalaydi, o'qituvchilarga maktabga hukumat mablag' berayotgandikan, maosh berayotgandikan, ular tarbiyalamay nima qiladi deb bolasini maktabga berayotganligidan cho'ng ish qilgandek o'ylab qoldigan bundoq bexud ota-onalar o'zining ilohiy huquqidan ikkilanmay voz kechgan bir galvon ota-onalar hisoblanadi. Shunga o'zining bolasiga nisbatan qattiq ogoh bo'lish, uning muhabbat, nafrat tuyg'ularininki sog'lom yetilishiga, uning halol harom tushanchalarining sog'lom yetilishiga, uning hayotni qizg'in suyish, umidvor bo'lish, yaxshi odamlarni do'st tutish, yomon odamlardan nafratlanish yoki turmushdagi suyishga tegishlik, qadrlashga tegishli narsalarni qadrlash, shuning payida bo'lish, yerginishga tegishlik, voz kechishga tegishli narsalardan yerginish ham voz kechishdan iborat mushundoq hayotlik prinsip, turmush prinsiplarini bolalarning qalbidan o'rin oldirmasak, bu vaqtda bu narsalarni maktab berdi deb xomxayol aylasak, bizning maktablarimiz bolalarga hozir eng ko'p darajada beradigan narsa faqat topshiriq bilan kitobiy bilim. Bolalarga topshiriqni ko'p berish bilan kitobiy bilimni ko'p singdirish hozirgi maktablarimizningki eng cho'ng nuqsoni bo'lib ifodalanadi. Germaniyalik dangliq bir ma'rifchininki ma'rifning shaklini 3 ga bo'lganligini ko'rgandim. Onunki ma'rif nazariyasi bo'yicha odatda biz tanıydigan yoki biz biladigan ma'rif 3 qismga bo'linadi ekan. Birinchisi madraschi ma'rif deydi. Ikkinchisi ustoz shogird shaklidagi ma'rif. Üçüncüsü Sokratçı ma'rif deydi. Madras shakldagi ma'rifninki alohidaligi nima deganda, bilim berishni asos qilish, bolalarda kitobiy bilimlarni o'zlashtirishni muhim deb bilish. Bu madraschi ma'rif ekan. Faqat bilim o'rgansakli bo'ldi deb qaraydigan bunday tushuncha madraschi ma'rif deb qaraldi ekan. Ustoz shogird shakldagi ma'rifchi deganda o'qituvchini markaz qilib oldi ekan. O'qituvchi eng muhim, o'qituvchining gapini anglash kerak, o'qituvchi nima desa shuni o'rinlash kerak. O'qituvchi degan hammani biladi, o'qituvchining degani to'g'ri deydigan men mushundaq bir xil ideyani umumlashtirib ekan. Shuning bilan ustoz shogird shaklidagi bu ma'rifda o'qituvchi hammani biladigan, uning hamma ishi to'g'ri bo'ladigan, u nopuzning, bilimning simvoli hisoblanadigan mushundaq bir xil oqibat kelib chiqib, bola uning faqat yetaklashidagi pas omilga aylanib qoldi. Shunga buni ustoz shogird shaklidagi ma'rif deb xuddi hunarvanlarningki shogird tarbiyalagandek mana mushundaq bir xil shakldagi ma'rif deb tushundigan. Sokratchi ma'rif qanday ma'rif deganda, Sokratchi ma'rifni Jaspers nihoyatda muayyanlashtirgan. Eng to'g'ri ma'rif, eng foydali ma'rif mushudir. Bu qanday ma'rif deganda, Sokratchi ma'rifda gumon qilish deydi. Izdinish, munozirlashish, ham o'qituvchilar o'quvchi barobar bilim egallash, barobar fikr almashtirish, barobar so'zlashish asos qilingan bo'ldi deydi. O'qituvchi bilan o'quvchining birisi ustun, birisi tuvan turmaydi deydi. Har ikkisi bilim egallash jarayonidagi o'xshash obyektlar deydi, barobar taraflar deydi. Munozirlashda o'qituvchining degan hisob deydigan yoki o'qituvchi hammani biladi deydigan manda tushuncha yo'q deydi. O'qituvchi balkim xato so'zlab qilishi mumkin. deb o'qituvchi bilan munozirlasha oladigan, uningdan dadil savol so'ray oladigan, o'qituvchining fikriga nisbatan, qarashlariga nisbatan, xulosalari, hukmlariga nisbatan o'zininki erkin, ozodi fikrlarini qo'ya oladigan mana mushundaq ma'rifni Sokratchi ma'rif degan. Sokrat Gretsiyaninki eng dangliq faylasuf. Insoniyat tarixidagi aql farosatning simvoli hisoblanadigan bir donishmand faylasuf. O o'zining shogirdlari bilan shunday munozir shakldagi o'rganishni qanotlaydigan. Demak, Sokratchi ma'rifninki xususiyati mana shu. Ham bizning ma'rifimiz shu deganda Sokratchi ma'rifmi deganda unda emas. Bizning hozirgi ma'rifimiz madrasachi ma'rif bilan ustoz shogirdchi ma'rifning birikmasi.
Buni nimadan ko'rib olgan bo'ldi deganda, mutaxassislarning mandaq bir qiyosdan ko'rib olgan bo'ldi. Xalqarada har qaysi ellardan kelgan bolalarni o'qitadigan bir maktab bor ekan. Mushu maktabda muallim bir kuni o'quvchilardan, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan o'quvchilardan bir savol so'rabdi. Kim boshqa davlatlarda ochliq yetishmaslik masalasini muhokama qilib boqqan degan mushundaq savolni so'ragan ekan, bu yerda Afrikalik bir bola qo'pib o'rindan ochliq degan nima muallim deb. Demak, Afrikada ocharchilik qilgan ellar ko'p bo'lg'achqa, bu yerdagi bolalarning ochliq haqidagi tonishi, ochliqning nimaligini bilishi yetarsiz ekan. Yevropalik bolalardan birisi qo'pib, yetishmaslik degan nima muallim deb so'ragan. Demak, ular nayt boy-boyashat oila cho'ng bo'lg'achqa, yetishmaslik degan nima deb ular bunga hayron bo'lgan. Amerikalik bir bola qo'pib, boshqa davlat degan nima u deb so'ragan. Demak, Amerikaliklar dunyoda o'zini markaz qilgan butun qimmatning o'lchimi, hamma to'g'ri ishning o'lchimi Amerika deb qaraydigan bo'lg'achqa, dunyodagi birdan-bir mukammal davlat Amerika deb o'zinki fuqarolarga sandirib o'tkazgan, boshqa davlat hukumi ularning kallasida yo'q ekan. Shunga Amerikalik bolalar boshqa davlat degan nima u deb so'ragan. Hamda jungolik bolalar deganda muhokama degan nima deb so'ragan. Demak, Jungoning ma'rifida bolalarni muhokama, muloyiza qilishga yetaklamagachga bu muhokama degan qanday narsa deb so'ragan. Mana bu bizning ma'rifimizning ajallik ojizligi. Shunga biz bolalarimizni maktab darvozasidan kirgizib o'tishlarga ko'paylansak, xotirjam bo'lib kelsak, u bolalar qanday bolalar bo'ldi deganda qaramoqqa kitobiy bilimlarni o'rgangan, topshiriqlarni yaxshi ishlay oladigan, intizomga rioya qiladigan, muallimidan cho'chiydigan, maktabning qoida tuzumlarini cho'ng biladigan bunday bolalar yetishib chiqqan bilan, ammo erkin fikr qiladigan, axloq uchun kurash qiladigan, to'g'ri bilan xatoni darhol ayriy oladigan, mustaqil yashash iqtidorini yetildigan bunday bolalar chiqmaydi. Demak, Jungo ma'rifidagi eng ajallik ojizlik mana bu yerda ko'rilyapti. Shunga maktab ma'rifidagi bu xil kamtuklikni biz his qilib turgan ahvolda yanala bolalarimizni maktabning darvozasidan kirgizib o'tishlarlam xotirjam bo'lsak to'g'ri bo'lamdi deganda to'g'ri bo'lmaydi. Bu deganlik maktabning rolini butunlay inkor qilganlik tangmi degan unda emas. Maktabning rolini salchoqligini olmaydigan nuqtadan muayyanlashtirish butkul insoniyatga o'rtoq. Hozir mayli taraqqiy qilgan Allah bo'lsin yoki taraqqiy qilayotgan Allah bo'lsin. Mayli Xristian e'tiqodidagi yoki islom e'tiqodidagi yoki kommunizm e'tiqodidagi yoki kapitalizm e'tiqodidagi davlat yoki Allah bo'lsin, hech qanday ma'rifning roliga sal qaragan yoki ma'rifni maktabni inkor qilgan emas. Shunga bizmi ma'rifni inkor qilmaymiz, uning hojati yo'q deb qaramaymiz. Ammo uning nuqsonlari bor, u mukammal emas, uni isloh qilishga, mukammallashtirishga muhtoj. Shunga bu jihatdagi maktab o'z-o'zidan to'liqlayolmayotgan ba'zi kamchilik, yetarsizliklarni ota-onalar oila ma'rif orqali, oila tarbiyasi orqali to'liqlash kerak. Hargizmi bolalarningki üst bitilishdagi eng muhim bo'lgan ma'naviy tarbiyani maktabda oladi deydigan manda xam xiyolni qilmaslik kerak. Maktabdami oladi, ammo yana bir tarafdan oiladan oladi. Menmi buni tarbiyalashga mas'ul deydigan ong bo'lish kerak. Shunga bu yerda bolasini oilada tarbiyalashningki afzalligi ham zaruriyati mana bu yerda. Unda bo'lsa oila tarbiyasining zarurligini his qilib maktab tarbiyasininki cheklimligini yoki uningdagi ba'zi nuqsonlarni tunib yetgan bo'ldik. Unda qolganda ma'rifni biz 3 ga bo'lindi degan. Jamiyat ma'rifi, maktab ma'rifi, oila ma'rifi deb. Jamiyat ma'rifiga tayinishga bo'lmamdi deganda, oila tarbiyasi, jamiyat tarbiyasi, maktab tarbiyasidan iborat mush 3 tarbiya so'rini ichidagi eng passiv tarbiya, eng odam buzadigan o'rin hozir yaramsiz o'rin jamiyat tarbiyasi bo'lib qoldi. Chunki hozir siz jamiyatda qonunga xilof bo'lmaganlik ish yo'lliq bo'layvergachga nurg'un axloqqa xilof bo'lgan ishlarmi yamrab ketdi. Axloqqa xilof bo'lgan ishlar ma'lum funksiyalik apparat yoki diktator organlar tarafidan cheklanmaydi yoki bo'lmasa u jihatdagi ishlar qattiq bartaraf qilinmaydi. Faqat qonun nizomlar xiloflik qilsangiz jazoingizni yegan bilan axloq xiloflik qilsangiz ko'p hollarda jazoingizni yemay qolasiz. Shunga jamiyatda axloqqa xiloflik qilib, soxta dori yasaydigan, soxta yemaklik yasaydigan,